o'zlari yashayotgan muhit va jamiyatdan farqli bir hayot sistemasi ato qilgan tavhid e'tiqodining hayotimizga bo'lgan ta'sirining ojizlashishi va yoki hayotimizdan yiroqlashishi desak xatolashgan bo'lmaymiz. Maddi dunyoning taraqqiy qilishi va yuksalishiga ergishib, ma'naviy dunyomiz kundan kunga ojizlab bormoqda. Haqiqat, adolat, samimiyat, iffat, erkinlik, izzat va sharaf qatorliq ma'naviy qimmatlarning o'rnini ixtiyorsiz holda dunyoning har xil havoyi havaslari, o'yin tomoshalari, rohat farog'atga intilish egilab, bizni asli nishon va g'oyalarimizdan yiroqlashtirmoqda. Buning tub sabablaridan biri qalbimizga o'rinlashgan ilgirkilarni izzatga erishtirgan. Shundaqla o'zlari yashayotgan muhit va jamiyatdan farqli bir hayot sistemasi ato qilgan tavhid e'tiqodining hayotimizga bo'lgan ta'sirining ojizlashishi va yoki hayotimizdan yiroqlashishi desak xatolashgan bo'lmaymiz. Chunki tavhid kishilarni ortiqcha dunyo g'amlaridan, quruq qo'rqinch, yolg'on va botil ilohlardan va yoki ilohlashtirilgan moddiy va ma'naviy andishalardan yiroqlashtiradi. Insonning qalbiga rohatlik ato qiladi. Shu orqali insonda bir sog'lom psixika hosil bo'ladi-da, hayotni tushungan va his qilgan holda yashash fursatiga ega bo'ladi. Undaqda tavhid inson hayotiga qaysi nuqtalardan ta'sir ko'rsatadi va yoki qaysi nuqtalardan ta'sir ko'rsatishi kerak? Biz bu savolga tuvandagi bir qancha nuqtadan javob berishga tirishamiz. Birinchidan, e'tiqod jihatda tavhid insonni faqat Allohga ibodat qilishga, uningga duo qilishga va uningdan yordam tilashga yetaklaydi. Shundaqla botil ilohlar va ilohlashtirilgan qudratlik deb qaralgan sistema va tuzilmalarni rad qiladi. Chunki bu sistema va tuzilmalarning hammasi insondan iborat bir yaratuvchining cheklik aqli va tarixiy tajribalarining mahsuli va yakunidir. Tavhid bo'lsa, insonlarni yaratquchi va cheksiz ilm sohibi bo'lgan, insonlarga tafakkur va idrokning vositasi bo'lgan aqlni ato qilguvchi, ya'ni biz erishgan natijalarning haqiqiy egasi bo'lgan yagona va tangdoshsiz Allohga boshlaydi. Tavhid bizga erishgan muvaffaqiyat va g'alabalarimiz taraqqiyot va yuksalishlarimizning faqatli bizning shaxsiy iqtidorimiz bilan emas, balki shu iqtidorlarni ato qilgan yaratquchi tarafidan berilganligini his qildirdi. Buning natijasida biz erishgan ne'matlarga shukr bildirish, uchragan mag'lubiyatlarga sabr qilish tuyg'usiga ega bo'la olamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Allohul-lazi ja'ala lakumul-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Innalloha lazu fadlin 'alan-nas, walakinna aktharan-nasi la yashkurun. Kunduzi ishlab yetgan harg'inlikdan aram elishinglar uchun Alloh sizlarga kechini qorong'u qilib yaratdi. Tirikchilik yo'lida harakat qilishinglar uchun kunduzni yo'riq yaratdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlikdir, va lekin insonlarning Allah'ның ihsanıga şükür qilmaydi, Allah'ның merhameti ve nimetleriga nankörlük qiladi deydi. İkinciden, axloq jihatda tavhid insonni Allah'ның buyruqlariga amal qilishga, yaxshi axloq fazilatlarini yetildirishga undaydi. Ibn Qayyim rahimahullah dinning hammasi axloqdir. Sana axloqda ortiq bo'lgan kishi dindan ortiq bo'lgan bo'ladi degan. Nurg'un kishilar aqida bilan axloq o'tirisidagi bu munosabatga ahamiyat bermaydi. Hatto ba'zi kishilar tavhidni faqat iymon etib qo'yish deb o'ylab qolgan bo'lib, ularga nisbatan kibr, hasad, yomon guman, yolg'onchilik qatorliq nachar axloqlarning tavhid e'tiqodi bilan hech aloqasi yo'q. Ular bu yomon illatlarning aqidasi va iymoniga aloqador ekanligini va ta'sir ko'rsatganligini bilmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin, la sharika lah va bizalika umirtu va ana awwalul muslimin." Ey Muhammad alayhisalom, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning parvardigori Allah uchundir. Allah'ның şeriki yoktur. Men muşununga, yani yalğız Allah qila xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman deyish orqali hayotimizdagi har bir ish harakatimizning, hayotimiz va mamatimizning aqidamiz bilan nihoyat zich munosabatli ekanligini, Allohga iymon etgan kishining ibadeti, muomala ishlari va adab axloqining Allah belgilagan chegara ichida bo'lganligini bildirgan. Uchinchidan, psixik jihatda tavhid insonning ruhiy dunyosini muqimlashtirdi. Qalbiga xotirjamlik berdi ve hayotdagi qiyinchiliklarga taqobil turish kuchi ato qiladi. Bir kishi o'ziga yetgan balo musibatlarning Allohdan kelganligini his qilgan, Allohning iznisiz hech qanday ishning yuz bermaydiganligiga iymon etgan, badanimizga, milimizga, bola chaqalarimizga yetgan har qanday musibatning keyinida bir yaxshilikning borligini tasdiqlagan. Shundaqla bu ishlarning hammasining bandalarga mehribon, yagona Allohning izni bilan bo'lganligini, Rabbimizning o'xshamagan musibatlar bilan bizni sinaydiganligiga kim tutgan bo'lsa,
bundaq kishining psixikasi asla buzilmaydi. Bundaq kishi hayotning o'xshamagan sinoqlarga qanday muomala qilishni bilalaydi. Hayot besimlariga bardoshlik bera olmay, aqlidan adashib qoladigan, o'ziga ziyon yetkazadigan, atrofidagi qarindoshlaridan og'rinib, hayotidan umidsizlanadigan ishlar asla yuz bermaydi. Shuning bilan birga uchragan qiyinchiliklarga bardoshlik bera oladigan immunitet kuchga ega bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo hadis surasida ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allohi yasir likay la ta'saw ala ma fatakum va la tafrahu bima ataakum vallohu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchragan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mahfuzga yozilgandir. Bu ish shubhisizki Alloh asandır. Allah Taala'nın ularni lavhul mahfuzga yozishi qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmasliginglar va Alloh bergan narsalarga baxushal bo'lib ketmasliginglar uchundir. Alloh mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi deydi. 4-dan ijtimoiy munosabat jihatda tavhid insonlarni o'zaro yordamlashishga va jamiyatda adolatni barpo qilishga yetaklaydi. Insonlarni nohaqchilik va chiriklikka qarshi turishga chaqiradi. Yagona Allohga iymon etgan kishi jamiyatdagi o'rni, inovati va martabasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar odillik mezonidan tavrab qolmaydi. Chunki uningga nisbatan odillikni barpo qilish jamiyatni idora qilib tutib turguchi yagona Allohga bo'ysunish hisoblanadi. Uningga nisbatan adolat qalbining yoki vijdonining arom tepishidan iborat shaxsiy masala bo'lmasdan, balki iymonning burchi, tavhidining talabi hisoblanadi. Shu sababdan bundaq ahvol ostida kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kim adolatning oldida to'salg'i bo'lanmaydi. Ammo qalbida iymon mustahkam o'rinlashmagan, tavhidning haqiqiy ma'nosini tushunmagan kishi bo'lsa, shaxsiy manfaatiga uyg'un kelgan, kishilar ko'rib bilib qolgan, ajizlarga qarshi elib berilgan ishlarda hukm qilishda adil bo'lsa-mu, shaxsiy manfaati ziyonga uchragan, boshqalar ko'migan va yoki urug' tuqqan yaqin yo'riqlarining yoki mansabdor g'ojamlarga ziyon yetkazgan ishlarga kelganda adillik pichiqi o'tmas bo'lib qoladi. Hatto g'ilipidan chiqarilmaydi. Bu haqda Alloh taolo Nahl surasining 90-oyatida mundaq deydi: "Innalloha ya'muru bil adli wal ihsan va ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون." Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil rahim qilishga buyuruydi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Alloh sizlarga pandi nasihat qiladi deydi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda sizlardan ilgirki kishilarni halok qilgan asosli sabab shuki, ularning ichida hurmatga sazovor kishi o'g'irlik qilsa qo'yib beradi. Ojiz kishilar o'g'irlik qilsa had ijro qiladi. Alloh bilan qasamki, agar qizim Fatima o'g'irlik qilgan bo'lsa, albatta uning qo'lini kesgan bo'ladi degan. Shunga haqiqiy tavhid e'tiqodiga ega bo'lgan kishi odillikni turg'izishda bir o'lcham qo'llanadi. U bo'lsa-mu, haqiqat qanday bo'lsa, kimlarning ziyniga bo'lishidan qat'iy nazar uningda ching turadi. Haqiqatni boy kambag'al, gadoy mansabdor ayirmasdan o'rtaq ijro qilish uchun tirishchanlikni ko'rsatadi. 5-dan iqtisodiy jihatda tavhid insonni halol rizq tepishga, boshqalarning haqqiga tajovuz qilmaslikka va mol-mulkini to'g'ri yo'lda ishlatishga undaydi. Tavhid tushunchasi qalbida cho'nqur o'rinlashgan bir insonning iqtisodiy muomalada durust bo'lganligi, melini haloldan tepib, halolga sarf qilganligi musulmonlar orasida keng tarqalgan bir tushunchadir. Chunki musulmon halol va pokiz yeyishga buyurilgan. Bu uning kulturi yoki urf-odati bo'lmasdan, balki birligi va barligiga iymon etgan ulug' Allohning buyrug'idir. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va kulu mimma razaqakumullohu halalan tayyiba vattaqullohallazi antum bihi mu'minun." Alloh sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yanglar. Sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar deydi. Demak, haqiqiy mu'min harom tijorat va harom yemaklikka yaqin yo'lamaydi. Hatto shubhilik narsalardan saqlanishga alohida ahamiyat berib, shubhilik tijoratlardan yiroq turadi. Mana bu tavhid kishining iqtisodiy hayotini, ilm berim muomilalarini Allohning ta'limotiga uyg'un qilishni talab qiladi. Undaq bo'lmagan bo'lsa, musulmon turib jazoni esa, musulmon turib kelish manbasi aniq bo'lmagan mahsulotlarni iste'mol qilsa, musulmon turib halol bo'lmagan usullarda tijorat qilsa, bu uning qalbidagi tavhid tushunchasining cho'nqur emasligi va yoki iymonining ojizligini bildiradi. 6-dan siyosiy jihatda tavhid kishilarning aminligi, izzat va sharaf bilan yashay olishi, shundaqla zaminda puttirab turishni amalga oshiradigan omillardan biri hisoblanadi. Haqiqiy tavhid sohibi insonlar faqat va faqat yagona Allohga bo'ysunadi. Uning tuzgan qonuni va sistemasi bilan yashashni asos qiladi. Hayotining hamma qismiga tavhid tushunchasi bo'yicha muomala qiladi. Siyosiy faoliyatlari va harakatlarini Alloh va Rasuli ko'rsatgan usul va nishon bo'yicha elib boradi. Undaq bo'lmaydigan siyosat nomi bilan insonlarning haqqi tajovuz uchraydi. Mol-mulk, or-nomus huquqi qo'g'dalmaydi. Siyosiy manfaat uchun shariat suiiste'mol qilinadi. Qur'on Karim va ahkomlari ko'zga ilinmaydi. Siyosatning shar'iylik sifati e'tiborsizlashtirilib, foyda elib kelgan har qanday
usul va choralarning hammasi yo'lliq deb qaraladi. Bu to'lma xatarlik va nihoyat rezil bir ahvol. Shu sababdan Alloh taolo iymon va yaxshi amal qilguvchilarni zaminda hukmron qildiganligiga va'da bergan. Bu va'da siyosiy harakatlarning Allohning ko'rsatmalari bo'yicha elib berilishini shart qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafallazina min qablihim va la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum va la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a va man kafara ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun." Allah içinlardaki iman etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi deydi. Bu va'daning sharti sifatida ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani sherik keltirmaydi deydi. Demak, tavhid Allohning musulmonlarga nusrat ato qilishi, izzati va sharafini qo'lga keltirishi uchun qo'ygan shartidir. Bu shartni talab bo'yicha amalga oshirish qalbiga erishishimizning eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Xulos qilib aytganda, aziz qarindoshlar, tavhid ig'zimizda deb qo'yish yetarli bo'ladigan, hayotimiz bilan hech qanday aloqasi yo'q bo'lgan va yoki ojiz aloqa bo'lsa yetarli bo'ladigan bir tushuncha bo'lmasdan, balki hayotimizning o'xshamagan nuqtalariga chambarchas bog'langan, hayotimizda texnik kuchli rol o'ynashi kerak bo'lgan eng muhim harakatlantirgich kuch hisoblanadi. Shu sababdan e'tiqodda va amalda, ijtimoiy munosabat va axloqda tavhid ruhiga zid yashashdan hazar aylaylik. Iymonimizga zid ish harakatlardan saqlanaylik. Va bu ulug' oy, ulug' kunlarda Allohdan tavhid e'tiqodimizni qo'g'dash va himoya qilish himmatini ato qilishini tilaylik.